Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Saroy bozor kanali obunachilari. Obunachilar. Bugun Donyorbek ukamizda bomba variantlari Viber вообще ko'p. Biz videoroliklarimizni boshladik. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida, o'sha Optimchilar qishlog'ida Donyorbek ukamizga yangi partiya 14 bosh mol kelgan. Obunachilar, Viber nihoyatda ko'p. Bir-biridan go'zallar. Tanlaganini tanlab ol deganlaridan. Bir qator ko'rsatib o'tamiz obunachilar. Bir-biridan go'zal, orqa boshlari kelishgan, chiroyli mollar. Boqma bu qadar. Haqiqiy o'sha yemga tashlashga tayyorlari. Obunachilar вообще go'zallari kelgan. Donyorbek olib kelib oldingizmi? Sog'lig'ingiz joyida, charchamang. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Donyorbek bugungi xudo xolasa 14 bosh ekan, ha? 14 bosh ekan. Bir-biridan go'zallari. Xudo xolasa zo'rlarni Donyorbek bo'ylari o'lchanganmi bularda? bu qadar o'lchab qo'yamiz. Bir qator o'lchab qo'ying. Qiynamang buni. Har doim mana shu oxirgi joyga bir go'zali turadi, haqiqiy. Chiroyli. Bo'liq mol turadi mana shu chekkada. Joy asobi qilingan shekilli, bu yerda ko'chatib turadi. Qarang, ko'chatdi bo'ylari. Biri 7 mi? Biri 5 ga olishaversin. Biri 5. Obunachilar. Biri 5 plyusga yuradi. Narxini bir aytib o'tganda endi. 14,5 million. 14 million 200 ming so'm qo'yadi. 14 million 200 ming so'mga xayrini qilib berasiz. Gap yo'q. O'ta yaxshi narsa. Chiroyli narsa ekan. Baquvvat narsa. Baquvvat. Keyingi Eston varianti. Qo'ying turmasa turmas. Estonni o'lchangchi. Buni bo'yi aka shunaqa. Bu biri 9 chiqyapti. Buni ham biri 5 ga olishaversin. Biri 5 ga olishaveradi. Narxi nech pul endi bu Estonda? Aka. Ikkalasini bir yerga olsa 14 million so'm. 14 milliondan ikkalasi bir joyga. Tanlab olishga 200 ming plyusga yuradilar, ha? Keyingi qo'pol varianti. Obunachilar. Mol bor. Bo'lakcha mol, boshqacha mol. Obunachilar uzun. Molni uzunligi ham bor-da. Molni korobkasi va chotki kelishgan. Buni ham biri 5 ga olishaveradi. Biri 9 chiqyapti rovnoga. Obunachilar biri 5 ga olaverasizlar. Bo'lakcha. Bo'lakcha o'zi ham bo'lakcha ekan-da. Molni o'zi Mana uni tushungan odam xudo xolasa. 14 million 800 ming so'm xayri bor. Obunachilar 14 million 800 ming so'm xayri bor bo'lyapti. Xudo xolasa. Keyingi qorasi. qog'onlar aka. Biri 10 plyusga olishaveradi. Biri 10 plyusga. Ikkalasi jupaytamizmi? Ikkalasini aytaveramiz. Targ'il ikkalasini. Yaxshi mollar bu. Targ'il ikkalasi. Targ'il ikkalasi bir joyga. Ko'raman holatda aka. Haqiqiy stoykasi bor mollar ekanda. Aka ikkalasini bir joyga olsin. 14 million 700 dan qilib beraman. 14 million 700 ming so'mdan ikkalasi bir joyga. Xayrini qilib berasizmi? Telefon qilsa aka ishlarni bitirib beraman. Xudo xolasa ishlarni bitiramiz, ha? 14 million 700 ming so'mdan obunachilar. Qo'ng'ir. Obunachilar qora emas, shved rangidan. Biri 13 chiqyapti aka. Biri 13 chiqyapti. Aka mana ular bo'yi bir xil. Biri 10 plyus. Nechtasini? To'rttasini aka. 1 2 3 4tasi. 4ta qora, ha? 2ta qora, 2ta dumoq. Aka. Obunachilar 2ta qora, 2ta dumoq. Bir joyga olsa aka 15 million 400 dan qilib beraman. 15 million 400 ming so'mdan xayri bormi? 400 ming so'mdan xayridan qilib beraman.
Mana bilan bu ikkalasini olishsin aka. Biri 10 plyusga olishaveradi. Biri 10 plyusga, Ha. Ikkalasini olishsin aka, 15,5 million so'mdan ozgina hayronat beraman aka. obunachilar ikkalasi 15,5 million so'mdan ozgina hayri bo'lyapti. Bunisi 15 million 400 dan dedingizmi? Bu ikkalasi 15 million 400 dan, bu ikkalasi 15,5 dan hayri bor. Keyingisi aka. Keyingisi obunachilar vahsh qo'pol. Molni gardani baquvvat mol ekan. Biri 18 chiqyapti, biri 15 ga olishaveradi. Ikkalasini. Biri 18, biri 15 ga ikkalasi. Ikkalasi bir joyga chiroyli narx aytingchi. Narx o'ta qulay aka, xudo xolasa, obunachilarimiz nazar qilishadi, omonlarimiz nazar qilib qolganlar, ikkalasi ham aka. Ikkalasini 16 million 600 ming so'mdan qilib beraman aka. 16 million 600 ming so'mdan ikkalasi. Gap yo'q. Tanlab olishga qaysi plyusga yuradi Doniyorbek? Aka tanlab olishga o'tib berilmaydi, o'sha pulga olishaveradi. Tanlab olishga o'tib berilmaydi, o'sha pulga olishaveradi, ha? Obunachilar keyingisi oq tumshuq shved varianti. Biri 18. 18 ga olsin aka. Narxi necha pul endi buni narxi? Narxi aka 16 million 800 ming so'm ozgina tayyor. 16 million 800 ming so'm hayri bor. Keyin ikkitasi. Keyingi ikkitalik shvetimiz. Obunachilar, mol uzunligini ko'ryapsizlar. Ular aka bo'yi 120 chiqaverishgan aka. Biri 20. Biri 20, biri 18. 18 ga olishaveradi, ha? Biri 20 plyusi ham Biri 20 plyusi ham bor, 18 rovniga olishaverar ekan, ha? 18 plyusga olishaveradi. Obunachilar mol uzunligini ko'rib turibsizlar. Haqiqiy bo'ladigan. 17 million 500 ming so'mdan hayronat beraman. Ikkalasi bir joyga 17 million 500 ming so'mdan. Plyusga yuradimi ikkalasi? Plyusga yurmaydi adam. Aytilgan narxda olishaveradi, ha? Aytilgan olishaveradi. Tanlab olishga. Go'zal mana. Suyuqqa bitta narxga chiqib qo'yadi. Qo'yiq suyuqqa 14 boshli bir joyga olaman degan akalarimiz chiqib qolishi mumkin. Qisqacha video bo'lsin, manfaatli video bo'lsin deydi-yu. Ha. Aka 14 tasini bir joyga olaman degan akalar bo'lsa aka 15 yarimdan kamroq beraman. Obunachilar 14 bosh bir joyga 15,5 million so'mdan 15 million 500 mingdan xayrini qilib beraman deyaptilar. Dastavkasi shu qayergacha bo'ladi? Shu 15 million 500 dan. O'zbekiston bo'yicha Samarqandgacha yetkazib beriladi, xudo xolasa. Samarqand yetkazib beriladi obunachilar. Mol oldi qismlari. Obunachilar bir-biridan go'zal. Bu yerda molni yomoni yo'q, xudo xolasa. Go'zal mollar. Haqiqiy teribsiz Doniyorbek. Bunday terib kelishdi ham o'zi bir san'at deydi-yu. Ha, san'at. Bunday o'zimizni mollarni, o'zimizni bozordan jaydari mollarni terib kelib olishdi o'zi ham bir san'at-da. Bu jaydari mollar xudo xolasa shvedlarga dam beradigan. Qirg'iziston mollari bilan bahslashadiganlar. Bahslashaveradi haqiqiy. Qirg'izistonning mollari bilan xudo xolasa bahslashaveradiganlari o'ta ko'p ekan. Obunachilar. Obunachilar, videoda o'tkazmay ko'ringlar, bittadan like bosinglar. Xudo xolasa narxlar bomba bo'ladi. Sizlarga shunday video yetkazib berishda xizmatda bardavom bo'lamiz. Xudo xolasa obunachilar videoda xato kamchiliklarga oldindan uzr so'rab qolamiz. Sog' bo'lasizlar.